Nimalar bo'lib ketdi mana bu tuman. Lazer qara, lazer. Lazer show. Kim ishonmaydi? Zavod bo'lsa kerak-a? Garajga keldik mehmon bo'lib. Voga, mana anonsidan ushlab turgan, aylantiraman, nima? O'shading? Zavod bo'lib turibdi. Qanaqa model? Kommentariyada yozib qo'yinglar mana shunga. Rasmga e'tibor qilinglar. Da. Mehmonga keldik. Bitta garajda. Uni senda bir ijod qilishim kerak. Eshak. Kapsiga chakayotgan hanimga o'xshaydi. Bu mana bu anaqa o'zida aylanaveradimi? Ha, o'sha ko'rdingizmi? Ustidan bu yoqdan mana. Mana Rezva yo'q. aytdim-ku Ana pustoteli yo'q. Menda 8 u. Ikkita profil. 8 rezvasizini olganman-da, gaykam. Bo'pti. Shu hisobiga chotki simpan bo'ladi. Mana joylarga shaybalar kelasiz, aslan simpan. Shu har bittasiga 3 ta shayba. Buni g'ildiraydi. Ha, g'ildiraydigan bor. Bu men tepada bo'ladi, menimcha. Yo'q, tagida g'ildiraydi. Bunga qo'yib bo'ladi. Oyoqni g'ildiraydi. Fixatorli g'ildiray qo'yasiz. Ko'tarib, uni suv Relisda yuradi-da. yo'q, oddiy g'ildiray faqat bosib qo'ysangiz qotib turadigan bo'lishi kerak.